To'g'ri 8-sinfda unaqa natijaga erishaman deb o'ylamadim. Rostdan 8-sinfmisiz? Bugun seferdan C1 darajani qo'lga kiritdim. Bu men uchun juda katta qadam. Assalomu alaykum. Men Kamalova Dilyora, Begobod shahar 16-umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisiman. Assalomu alaykum. Men Vohidova Majixa, 8-sinf o'quvchisiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Gulnura, maktabning 11-sinf o'quvchisiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Dilfuza, mening ismim Safina. Mening ismim Madina. Yaqindagina Brand School o'quv markazida ingliz tili kursini tamomladim. Fevral oyidagi sifr imtihonidan 67 ball, ya'ni C1 darajani qo'lga kiritdim. Eng yuqori natijani esa reading bo'limida Listening bo'limi, listening bo'limi bo'ldi. Eng yuqori ballim readingdan B2 darajani qo'lga kiritdim C1 natijaga erishdim. Va B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. B2 darajani qo'lga kiritdim. Buning uchun Brand School o'quv markaziga va ota-onamga alohida rahmat aytaman. Brand School o'quv markazida ta'lim olib, sifr imtihonidan C1 natijaga 66 ball bilan erishdim. Eng yuqori natijani esa 75 ball bilan listening bo'limida ko'rsatdim. To'g'ri 8-sinfda unaqa natijaga erishaman deb o'ylamadim. Meni qo'llab-quvvatlagan ustozlarim va ota-onamga katta rahmat. Brand Schoolga rahmat.